Bugun sizga juda oddiy lekin mazali, hammaga yoqadigan negr torti tayyorlaymiz. Tog'orachaga shakar, un, kakao, soda solib aralashtiramiz. So'ngra alohida tog'orachaga suyuq massamiz, tuxum, qatiq, yog'ni solib aralashtiramiz. Quruq massani ustiga suyuq massamizdan solib olamiz. Tayyor massani ikki qismga bo'lib, har bir qismni 180 gradus qizigan duxovkada 40-45 daqiqa pishirib olamiz. Krem uchun bizga qaymoq va quyultirilgan sgushonka kerak bo'ladi. Xamirni ustidan shakarli sut qo'yamiz. Xamirimiz shunda yumshoq va mayin bo'ladi. Va krem surtib, ustiga shokoladli glazur qo'yamiz. Chetidan chiqqan xamirni kroshka qilib chiroy uchun sepamiz. Mana shunday oddiy masalliqlardan ajoyib yumshoq shokoladli negr tort tayyor bo'ldi. Uyda qilinadigan eng oson va eng mazali tortlardan biri. Siz ham sinab ko'ring.